Xudo xolasa katta bo'lsang nima bo'lasan? Yordamchi bo'laman. Yordamchi bo'lasan. Shunday qiynalgan oilalarga joy solib berasan, to'g'rimi? Tamam. Butun O'zbekistonni yig'latgan bo'lasanmi sen? Tamam. Молодец. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Katta bo'lsang, yordamchi bo'lasan. Tamam. Qiynalgan oilalarga polni yordam berasan, ha? Tamam. Молодец. Gap bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan yurtdoshlar, sog'ama yursizlarmi? Görüp durgan bo'lsangizlar, Xalq Bilsin kanalı, 400-571 kanalı, 12 ay kanalı, Bostanuz kanalında şu proyektlarni polni chiqarib turibdilar. Görüp turganlaringizni yine yengemiz, 2 yetim bola. Görüp tursizlar yine Aybekcan. Bütün O'zbekistonni yig'latgan bola bo'ladi Aybekcan. Bir de görüp turganlaringizni xalqimiz tomonidan xayriya ihson etib, bir de joyimiz salınıp berilib turibdi yurtdoshlar. Kimde kim xayriya ihsona o'zimni hissam qo'shaman, ro'za Ramazon oyida savob ish olaman deydigan bo'lsangizlar, bemalol ishida kartada ko'rinib turgan nomerlere bemalol o'zingizni ihsonlaringizni, zakat puli beraman desangiz zakat pullaringizni, pitra pul beraman deydigan bo'lsa pitra pullaringizni bemalol kelib ham berib ketishlaringiz mumkin. Görüp turganlaringiz dibida pindemet işleri başlangan edi. Pindemet işleri ham o'z nihoyasiga уже yetib qoldi. Az qoldi. Xudo xolasa endi karvishlarimiz kelib boshlasa, karvish ustalarimiz ham ishlarini boshlaydi. Xudo xolasa görüp turganlaringizni. Karvish ko'pchilik aytib turibdi, men karvishni olib beraman, men polni qoqib beraman, men taxtasini olib beraman, men shipurni ishlab beraman. Barlaringizga shukr hammangizni. O'zbekistonda hali ko'p ihsana o'zimni hissam qo'shaman, boshqa aytaman deydi insonlarimizdan ko'p ko'rib turganlaringizni. Yine nereden mekan? Kanal hammasi shuda. Aybekcan? Xudo xolasa uying bityaptimi? Tamam. Молодец. Gap yo'q. Butun O'zbekistonni yig'latgan bo'lasanmi sen? Tamam. Молодец. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Xudo xolasa sana şöyledan molxona, tovuqxona solib berib, sana mol ham olib beradilar, ha? Tamam. Молодец. Mol olsa, mol olib bersalar bakasan, polni. 2 molni polni bakib bilaman dedi yana. Tamam. Молодец. Xudo xolasa shunday mollarni olib bersalar, molxonasini boylab bersalar, ishda ko'rib turganlaringiz polni yengishlik beriladi, polni bakaveradi mollarni Xudo xolasa. Aybekcan. Katta bo'lsang, yordamchi bo'lasan. Tamam. Qiynalgan oilalarga polni yordam berasan, ha? Tamam. Молодец, gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, yana ko'rib turganlaringizdek, ihsondagi joyimizga karvishlarni Xudo xolasa ishlardan olamiz. Bir og'amiz ihson etib, men karvishlarni o'zim ko'tarib beraman, shu oilaga meni yordamim bo'lsin deb, ro'za Ramazon oyida shunday katta ish bo'ldi. Rahmat og'a, ihsonlaringiz qabul bo'lsin. Zakat etaman, ihson va pitra puli beraman deydigan insonlarimiz bemalol kartada ko'rsatilgan kartalara pullaringizni, ihsonlaringizni tashlashlaringiz mumkin. Men ihsona uncha hissam qo'sha olmayman, yog'dayim yo'q deydigan yurtdoshlarimiz uchun shu videomizni bir like'larni bosib, kommentariyasini yaxshi fikrlarni yozib qolib, ihson sevar insonlarga yuborib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz do'stlar. Aytib o'tganimdek, to'liq videolarni 400-571 Xalq Bilsin kanalı, 12 ay kanallarında bemalol görüp boraversizlar. Xudo xolasa bizning kanallarga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'yaversizlar yurtdoshlar. Biz sizlarga yaxshi proyektlarni chiqarib borishdan charsangiz, bu hali birinchi proyektimiz bo'lsa, so'nggisi ham emas. Xudo xolasa bundan da zo'r proyektlarni, bundan da zo'r qiynalgan oilalarga yordam berishda to'xtamaymiz do'stlar. Sana mal olib berikmi Aybekcan? Necha mal olib berik? Necha mal? 2 mal. Bakib bilasanmi? Tamam. Nechasi? Ikkisini bakib bilasan, polni, ha? Tamam. Xudo xolasa. Xudo xolasa shu joying bitsa, sana Xudo xolasa mal olib beramiz. Molxona solib beramiz, tovuqxona solib beramiz. Tovuqxona bakaverasanmi? Tamam. Молодец. Xudo xolasa seni xalq qo'llab turibdi. Salom ayt O'zbekiston, salom da. O'zbekiston salom. Sana mal olib beramiz Xudo xolasa, ha? Tamam. Joying bityaptimi? Tamam. Молодец. Jakani?
Tamam, yürü. Bir cayını gör. Kanallarını yazdık mı sen? Seni... Kanı sen cayın şör mü? Kanalımı yaz nereden Kanı gör siber. Kanı ne ola işlerler bir daha Bekcan? Şimdi şerbe. Şimdi işlerler doğru mu? Pindemetlerini salıp verdiler kuda kalasa. Seni bütün Özbekistan kollap tuttu hele. Bundan ham bir katta yutuqlara erişesen kuda kalasa. Katta olsan ne bulasan? Yordamchi bo'laman. Yardımcı bulasan. Şimdi qiynalgan oilalara joy salıp veresen doğru mu? To'g'ri. Uy joy, qo'l ko'magi bo'lsa qo'l ko'magini berasan. Doğru mu? To'g'ri. Malades, gap bo'lishi mumkin emas. Sening insonlar ko'payaversin. O'zbekistonimizda sening insonlar ko'payaversa, uysiz, joysiz qiynalgan oila qolmaydi xudo qalasa. Ko'rib turganlaringizdek, Tuprak Qala proyektindamiz xudo qalasa bu yerda o'tgan safar kelib ko'rganlarimizda ishida krantga qilib turadilar. O'sha krantlar qilib bo'linib, ko'rib turganlaringizdek joylar уже pindamet bitib qolgan pashti. Gap yo'q. Xudo qalasa hamma og'alarimiz shunda Merdan Bekam, Ulug' Bekam, hamdamom hammasi ustam yurtdi главный yine. Ustam bu Quvondiqbek Ismoilov. Gap yo'q. Ko'rib turganlaringizdek bu yerda chegala tashalgan. Budkamen doshlab o'ynash, shebilla bor. Ko'rib turganlaringizdek yine mikserlar ham bor. Mikserda qarib ustalarimiz главный nima deymiz, ustalarimizga rahmat aytamiz. Shundaylar hamma narsasini aytib kelib, o'zlari qarashib turibdi yine. Ko'rib turganlaringizdek aplavkisi, hamma narsasi, qisqasi ustachilikka ne kerak bo'lsa hamma narsasini aytib kelib, yordam etib qarashib turibdi. Ustalarimizga gap yo'q, respekt. Ihson etaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, men shu bolalarni ozroq yordam beraman deydigan bo'lsa, qo'l ko'mak etaman deydigan insonlar bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Men sizlarni 12 YouTube kanallarında tushuntirib o'tganmiz. Bemalol kelaverasizlar. Şimdi gördingizlar, Qo'ybekjon o'ylab turganini. Kattaysam yordamchi bo'laman. Qiynalgan oilalarga yordam beraman deb turibdi yurtdoshlar. Shuningdek insonlarimiz ko'payaversin yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringiz yine. İş boshlab ketadi. Ustalar bosh o'da. Hozir shular kelincha ustalar kutib turib, keyin hozir video oxirigacha ko'rsangizlar, hali qiziq. Kayıt Aybekcan.